Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bobur Buldrop. Bugungi videomizda mana bitta yangi kelgan anime keyslarni ochib ko'ramiz. Ularni hali ochib ko'rmadim. Endi ochib ko'ramiz. Qani nimalar tushadi? Ikkinchi kommentariyada hozir kommentariyaga ikkita odam yozgan edi. Keys och, qanaqa keys ochishimizni siz ham yozib ketsangiz, aytgan keysini ochamiz. Assalomu. Kommentariyaga kirsak. Hozir 69 toksik oching debdilar. 199 dan oching debdilar. 199 yetmaydi, 69 da toksik ochamiz. Stand of to. Hozir topamiz. Stand of. Toksikni bilaman, lekin past deydi. Zo'r beradi. Xavfni hozir toksik topib olishgan. Keyin toksik. 69 dey. Mana toksik hozir xavfini bitta ko'raylik. Hali kichik emas, o'rta qilamiz, chunki balans bor, qo'rqish yo'q. Qani ko'rasiz. Nechi beradi deysiz? Voy, oq qizni. O, 95. Rahmat brat aytgan keys bizlarni o'qildi va biz bitta PUBG'da risk qilamiz, chunki bitta brat 199 oching degan edilar. Xavfini bitta ko'raylik. O'rta xavf bilan pulkdan deganlar. Mana shu yangi zo'r beradi deyishdi. Qani brat uchun, obunachilar uchun bitta risk qilib ko'ramiz. Mana bilan berib qolmasa bo'lmaydi. Mana voy bilan bizga tiqorsachi. Mana qo'rqish. Sizlar aytdinglar, bizlar yo'lni. Balki zo'r beradi. Voy bilan aytdimi? Yomon yedirdi lekin. Voy bilan, nimaga xavf bo'lmaymiz? Ko'tarib olamiz hali. Siz maqsad yangi keys edi, mana obunachilar aytgan keysni ochib ketdi dedim. Hop, bittadan qani go. Yangi keysga qiziqaman o'zi. To'xta. Sqart bilan. Endi bitta kichik xavfni ochib ko'ramiz. Bizi sal qisqa bo'ladi. Oo, yaxshi. Хорошо mana. Zo'r. 100 berdi. Yangi zo'r ekan. Yuqori xavfni ochib ko'ramiz. Qaranglar, 0. 10% tushib qoldi. Yo, bu bomba g'alati. 5. Mayli, bunisi omadli keldi. Bolalarni ko'rdilar, comeback bo'lib ketdi. Oqqanidan keyin uncha vaqt qilmaydi. Comeback qila olsa endi. Kichik xavf, o'rta. Qani qaysi bir zo'r beradi? Hozir mana kichik xavf. Kichik xavfda вообще yedirdi kichik xavf. 12 kichik xavf вообще yedirdi. Endi bitta yuqori. Balans hali bor, qo'rqish o'zigarlar. Yuqori xavf beraversa. Yo'q, yuqori xavf ham bermadi.